Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimiz obunachilari va bugungi videoni tomosha qilayotgan har bir qadrdonim. Bugungi mavzu sizning oilaviy budjetingiz uchun, o'z hayotingizni yaxshilash uchun g'oyatda muhim ahamiyatga ega. Davlatdan minglab so'mlarni qanday olish mumkinligi haqida gaplashamiz. Aynan hozir, chunki bahor fasli bilan subsidiyalarga oid juda ko'p muhim o'zgarishlar amalga oshirildi va bu o'zgarishlar deyarli har bir fuqaroga, balki sizning oilangizga ham bevosita taalluqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu videoni boshidan oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki har bir daqiqa, har bir ma'lumot siz uchun qimmatli bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya. Siz esa muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo davlat subsidiyalari tizimi qanday ishlashini va so'nggi paytlarda bu borada qanday o'zgarishlar ro'y berganini tushunib olaylik. An'anaviy tarzda davlat ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini, tadbirkorlarni, yoshlarni va umuman jamiyatning ma'lum qismini qo'llab-quvvatlash maqsadida turli subsidiyalar va imtiyozlar taqdim etib keladi. Bular nafaqalar, moddiy yordamlar, ipoteka kreditlari uchun boshlang'ich to'lovlar yoki foizlar uchun qoplamalar, tadbirkorlikni boshlash uchun ajratiladigan mablag'lar va boshqalar bo'lishi mumkin edi. Oldinlar bu tizim ba'zan byurokratik to'siqlar, ma'lumotlarning yetishmasligi va murakkab arizalar jarayoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin edi. Odamlar ba'zan qaysi turdagi yordamga haqli ekanliklarini bilmasdilar yoki kerakli hujjatlarni yig'ishda qiynalardilar. Ma'lumotlar ko'pincha tarqoq holda bo'lib, aniq va tushunarli qo'llanmalar kam edi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Ayniqsa bahor faslida amalga oshirilgan islohotlar natijasida. Davlatning asosiy maqsadi subsidiyalarni yanada shaffof, oson va manzilli tarzda yetkazish bo'ldi. Ya'ni yordam haqiqatan ham unga muhtoj bo'lgan shaxslarga yetib borishi va jarayonlarni maksimal darajada soddalashtirish ustuvor vazifa qilib belgilandi. Shu maqsadda bir qator elektron xizmatlar joriy etildi. Mezonlar aniqlashtirildi va ba'zi dasturlar bo'yicha ajratiladigan mablag'lar miqdori oshirildi. Eng muhimi, endi ko'pgina subsidiyalarni olish uchun davlat tashkilotlariga bir necha marta borish shart emas. Aksariyat hollarda bir o'yna tamoyili yoki hatto onlayn arizalar orqali buni amalga oshirish mumkin. Bu aholining vaqtini tejashga, korrupsiyaning oldini olishga va umumiy xizmat sifatini oshirishga qaratilgan muhim qadamlardir. Shuningdek, ilgari bo'lgan ba'zi tor doiradagi subsidiyalar birlashtirilib, ularni kengroq qamrovga ega qilishga harakat qilinmoqda. Bu esa ko'proq odamning yordam olish imkoniyatini oshiradi. Asosiy qismdek batafsil tahlil, nimani bilishingiz kerak, kim xavotir olish kerak, kim esa xavotir olmasa ham bo'ladi. Keling, bu bahordagi o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Kimga ushbu ma'lumotlar ayniqsa muhim va kimga kamroq tegishli ekanligini aniqlaymiz. Ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordamlar tizimidagi yangiliklar. Bu eng katta o'zgarishlardan biri bo'lib, bevosita kam ta'minlangan oilalar va muhtoj shaxslarga taalluqlidir. Hukumat ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordamlar miqdorini oshirishga va ularni ajratish mezonlarini aniqlashtirishga qaror qildi. Kimga tegishli? Kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, yolg'iz onalar, ko'p bolali oilalar, ishsizlar. Nima o'zgardi? Nafaqalar miqdori, bir qator nafaqalar miqdori, jumladan bolalar nafaqasi va oilaviy nafaqalar o'rtacha 15% ga oshirildi. Bu har bir oilaning oylik budjetida sezilarli farq qilishi mumkin. Masalan, ilgari 500 ming so'm olgan oila endi 501 ming so'm yoki undan ko'proq olishi mumkin. Arizalar jarayoni endi yagona ijtimoiy himoya reyestri tizimi yanada takomillashtirildi. Ko'pgina hujjatlarni qo'shimcha ravishda yig'ishga hojat qolmaydi. Chunki tizim avtomatik tarzda tegishli ma'lumotlar bazalaridan soliq, kadastr, pensiya fondi va boshqalar ma'lumotlarni tortib oladi. Bu ariza berish vaqtini qisqartiradi va inson omilini kamaytiradi. Muhtojlik mezonlari, daromadlarni hisoblash metodologiyasi biroz o'zgartirildi. Bu esa ilgari norasmiy daromadlar tufayli yordam ololmagan ba'zi oilalarga endi uni olish imkoniyatini berishi mumkin. Misol uchun, agar ilgari daromad hisoblanganda sizning bog'ingizdan olingan mahsulotlar hajmi ham juda qattiq hisoblangan bo'lsa, endi bu mezonlar yanada moslashuvchan bo'lishi mumkin. Misol bir tasavvur qiling. Mirzo aka va Gulnora opa oilasi. Ularning 3 nafar farzandi bor. Mirzo aka norasmiy ishda ishlaydi.
va oylik daromadi deyarli minimal iste'mol savati darajasida. Oldin ular nafaqa olishda qiynalishgan. Chunki Mirzo akaning daromadi rasmiy emas edi va ba'zi mezonlarga ko'ra ularning muhtojligi isbotlanmasdi. Endi esa yangi tartibga ko'ra ularning oilaviy ahvoli, xususan farzandlar soni va yashash sharoitlari e'tiborga olinib, yagona ijtimoiy himoya reyestri orqali murojaat qilishganda ularga oylik 700 ming so'm miqdorida bolalar nafaqasi ajratilishi mumkin. Bu mablag' ularning kundalik ehtiyojlarini qoplashda juda katta yordam bo'ladi. 2. Uy-joy subsidiyalari bo'yicha o'zgarishlar. Uy-joy masalasi har doim dolzarb bo'lib kelgan. Davlat bu borada ham o'z yordamini kuchaytirishga qaror qildi. Kimga tegishli uyga muhtoj bo'lgan oilalar, kam ta'minlangan fuqarolar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yosh oilalar, sharoitini yaxshilamoqchi bo'lganlar. Nima o'zgardi? Subsidiyalar miqdori. Ipoteka kreditlarining boshlang'ich to'lovlari yoki foiz xarajatlarini qoplash uchun ajratiladigan subsidiyalar miqdori oshirildi. Endi davlat tomonidan qoplanadigan miqdor yangi uy-joy qiymatining yanada katta qismini tashkil qilishi mumkin. Manzillilik subsidiya ajratishda fuqarolarning haqiqiy ehtiyoji va daromadlari yanada chuqurroq tahlil qilinadi. Misol uchun, ilgari faqat bir necha mezon asosida subsidiya berilgan bo'lsa, endi oilaning yashash sharoiti, oila a'zolarining sog'lig'i, ijtimoiy ahvoli kabi ko'plab omillar inobatga olinadi. Bu shuni anglatadiki, yordamga haqiqatdan muhtoj bo'lganlar uni olish ehtimoli ko'proq. Onlayn ariza, ipoteka subsidiyalari uchun ariza berish jarayoni to'liq raqamlashtirilmoqda. Endi siz hujjatlarni elektron hukumat portalida to'ldirib, o'zingizning navbatingizni kuzatib borishingiz mumkin. Misol 2, shahar chekkasida ijarada yashayotgan yosh oila Aziz va Dilnoza. Ularning 2 farzandi bor va ular o'z uyiga ega bo'lishni orzu qilishadi. Azizning oylik maoshi 1 million so'm, Dilnoza esa vaqtinchalik ishlamaydi. Yangi tartibga ko'ra ularning umumiy daromadi me'yoriy ko'rsatkichdan past bo'lganligi va 2 ta farzandi borligi sababli ular ipoteka kreditining boshlang'ich to'lovi uchun davlat subsidiyasini olishga haqli bo'lishlari mumkin. Bu subsidiya yangi qurilayotgan uyning 20 yillik o'ttibidan boshlang'ich to'lovini qoplashi mumkin. Bu esa 7 million so'm atrofida bo'lishi ehtimol. Bunday yordam ularning uy olish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. Chunki ular o'z mablag'laridan faqatgina kichikroq qismini to'lashlari kerak bo'ladi. 30. Tadbirkorlik va o'zini o'zi band qilish uchun subsidiyalar. Davlat aholi bandligini ta'minlash va tadbirkorlikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. Kimga tegishli? Ishsiz fuqarolar, tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan yoshlar va ayollar, o'zini o'zi band qilmoqchi bo'lgan shaxslar. Nima o'zgardi? Mablag' miqdori. Yangi loyihalar uchun ajratiladigan subsidiyalar miqdori oshirildi. Endi siz nafaqat kichikroq uskunalar sotib olish, balki yanada jiddiyroq loyihalarni boshlash uchun ham yordam olishingiz mumkin. Masalan, ilgari 5 million so'm berilgan bo'lsa, endi 7,1 million so'mgacha ajratilishi mumkin. Ta'lim dasturlari, tadbirkorlikni boshlashdan oldin maxsus o'quv kurslarini o'tash talab etilishi mumkin. Bu kurslar bepul bo'lib, sizga biznes reja tuzishda va loyihangizni muvaffaqiyatli amalga oshirishda yordam beradi. Soddalashtirilgan arizalar, davlat xizmatlari markazlari orqali yoki elektron tarzda ariza berish imkoniyatlari kengaytirildi. Sizning biznes rejangizni ko'rib chiqish jarayoni tezlashtiriladi. Misol uchun, Dilfuza 3 yoshli beka uyda tikuvchilik bilan shug'ullanishni orzu qiladi. Uning oilasida daromad yetishmaydi. Yangi subsidiyalar dasturi doirasida u har bir oila tadbirkor dasturiga murojaat qiladi. U bepul ta'lim kurslarini tugatadi. U yerda tikuvchilik atelyesi ochish bo'yicha biznes reja tuzadi. Hukumat unga zamonaviy tikuv mashinasi, overlock va boshlang'ich materiallar sotib olish uchun 1 million so'm miqdorida subsidiya ajratadi. Bu mablag' Dilfuzaga o'z ishini boshlash va oilasini ta'minlashga yordam beradi. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz yuqori daromadli oilaga mansub bo'lsangiz, davlat xizmatchisi sifatida yuqori maosh olsangiz, shaxsiy mulkingiz yetarli bo'lsa va hech qanday ijtimoiy himoya choralariga muhtoj bo'lmasangiz, bu o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Biroq bilib qo'yish ortiqchalik qilmaydi. Chunki ba'zi hollarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturlari daromad darajasidan qat'iy nazar barcha tadbirkorlarga ochiq bo'lishi mumkin. Lekin aksariyat ijtimoiy subsidiyalar aniq maqsadli bo'lib, muhtoj aholi qatlamiga yo'naltirilgan. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar
va oshkor bo'lmagan nozik nuqtalar har qanday tizimda bo'lgani kabi subsidiyalarni olishda ham ba'zi istisnolar. E'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozik nuqtalar mavjud. Ularni bilish sizga jarayonni muvaffaqiyatli yakunlashda yordam beradi. Bir daromadni hisoblashdagi nozikliklar. Subsidiyalar ajratishda eng muhim mezonlardan biri bu oilaning daromadi hisoblanadi. Ba'zida odamlar aynan shu joyda xatolikka yo'l qo'yishadi. Rasmiy va norasmiy daromadlar, ilgari faqat rasmiy daromadlar hisobga olingan bo'lsa, endi yagona ijtimoiy himoya reyestri ba'zi hollarda norasmiy daromadlarni ham aniqlashga harakat qilishi mumkin. Bu bank hisob varaqlaridagi pul o'tkazmalari, mulk sotish yoki ijaraga berishdan olingan daromadlar. Hatto doimiy xarakterga ega bo'lgan boshqa turdagi tushumlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ariza berishda o'z daromadlaringiz haqida to'liq va halol ma'lumot berishingiz juda muhim. Agar tizim sizning ma'lumotlaringizda ziddiyat topsa, bu arizangiz rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Mulkka egalik faqatgina daromad emas, balki mulkka egalik ham muhim omil. Agar sizning oilangizda bir nechta avtomobil, ikkita uy yoki yirik yer uchastkasi mavjud bo'lsa, bu sizning muhtojlik darajangizga shubha tug'dirishi mumkin. Hatto daromadingiz nisbatan past bo'lsa ham. Shuning uchun mulkka egalik mezonlarini oldindan o'rganish tavsiya etiladi. Banklardagi mablag'lar ba'zi holatlarda oilaning bank hisob varaqlarida ma'lum bir miqdordan oshiq mablag' bo'lishi ham subsidiya olishga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu ayniqsa katta miqdordagi ipoteka subsidiyalari uchun dolzarb. 2. Ariza berish muddati va takroriy murojaat. Subsidiyalarning ko'pchiligi ma'lum bir muddatga, odatda 6 yoki eng 2 oyga beriladi. Muddat tugagandan so'ng qayta murojaat qilish kerak bo'ladi. Muddatni o'tkazib yubormaslik. Agar sizning subsidiyangiz muddati tugashiga yaqin qolgan bo'lsa, uni uzaytirish yoki qayta olish uchun oldindan, ya'ni muddati tugashidan 1 oy oldin murojaat qilishingiz tavsiya etiladi. Chunki arizani ko'rib chiqish vaqti ma'lum bir muddatni olishi mumkin. Agar muddatni o'tkazib yuborsangiz, siz bir necha oy davomida subsidiyasiz qolishingiz mumkin. Vaziyat o'zgarishi, qayta murojaat qilganda, oilangizning moliyaviy ahvoli yoki tarkibida yuz bergan o'zgarishlarni ko'rsatishingiz shart. Agar oilaning daromadi sezilarli darajada oshgan bo'lsa yoki boshqa ijtimoiy ahvoli yaxshilangan bo'lsa, subsidiya miqdori kamayishi yoki umuman rad etilishi mumkin. Bu adolatli tizimni ta'minlash uchun muhim. O'ch, qaltis jihatlar va tushunmovchiliklar, ma'lumotlarning to'liqsizligi yoki xatoligi, arizada qandaydir ma'lumotni noto'g'ri kiritish yoki biror muhim hujjatni ilova qilmaslik arizangizning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Har bir mayda detalga e'tibor berish lozim. Agar elektron ariza topshirayotgan bo'lsangiz, barcha bo'limlarni diqqat bilan to'ldiring. Tizimdagi uzilishlar, elektron tizimlar ba'zan texnik uzilishlarga duch kelishi mumkin. Shuning uchun ariza berishni oxirgi kunga qoldirmaslik tavsiya etiladi. Agar texnik muammolar tufayli arizangizni topshira olmasangiz, Davlat xizmatlari markaziga shaxsan murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Qo'shimcha so'rovlar. Ba'zida ariza ko'rib chiqish jarayonida sizdan qo'shimcha ma'lumotlar yoki hujjatlar so'ralishi mumkin. Bunday so'rovlarga tezkor javob berish muhim. Aks holda arizangiz ko'rib chiqilmay qolishi mumkin. Hujjatlarning haqiqiyligi. Taqdim etilgan barcha hujjatlar haqiqiy va amalda bo'lishi shart. Soxta hujjatlar taqdim etish qonuniy javobgarlikka sabab bo'lishini unutmang. 4. Onlayn xizmatlarning afzalliklari va cheklovlari. Afzalliklari: ko'pgina subsidiyalarni endi uyda o'tirib hukumat portal My.Gov.uz orqali rasmiylashtirish mumkin. Bu vaqtni tejaydi, navbatlarda turishga hojat qoldirmaydi. Ariza berish holatini onlayn kuzatish imkoniyati bor. Cheklovlari: hamma subsidiyalar ham to'liq onlayn rasmiylashtirilmaydi. Ba'zi holatlarda baribir davlat xizmatlari markaziga borish, hujjatlarning asl nusxalarini taqdim etish talab qilinishi mumkin. Shuningdek, internetga kirish imkoniyati yoki kompyuter savodxonligi yetarli bo'lmagan fuqarolar uchun bu qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Bunday hollarda yaqinlaringizdan yordam so'rash yoki davlat xizmatlari markazlaridagi xodimlardan konsultatsiya olish mumkin. Praktik tavsiyalar: tomoshabin nima qilishi kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Aziz do'stlar, endi siz nazariy jihatdan tayyorsiz. Keling, amaliyotga o'taylik. Sizga aynan qanday harakat qilish kerakligini aniq ko'rsatmalar bilan tushuntiraman. 1. O'z huquqlaringizni aniqlang. Yagona ijtimoiy himoya reyestri veb saytini yoki uning mobil ilovasini ko'rib chiqing.
Bu yerda siz barcha turdagi ijtimoiy yordamlar, subsidiyalar va ularni olish shartlari haqida to'liq ma'lumot topishingiz mumkin. Maybagagov. Uz portaliga kiring. Bu yerda ham davlat xizmatlarining keng ro'yxati, jumladan subsidiyalarni olish uchun elektron arizalar mavjud. Aholini ish bilan ta'minlash markazlarining mehnat bozorlari veb saytlariga kiring. Agar siz tadbirkorlik subsidiyalariga qiziqsangiz, agar sizga qaysi turdagi yordamga haqli ekanligingizni aniqlash qiyin bo'lsa, mahalla raisi yoki hokimlikning ijtimoiy masalalar bo'yicha mas'ul xodim bilan bog'laning. Ular sizga dastlabki maslahat berishi mumkin. 2. Kerakli hujjatlarni to'plang. Har bir subsidiya turi uchun hujjatlar ro'yxati biroz farq qilishi mumkin, ammo asosiylari quyidagilardir. Pasport o'zingizniki va oila a'zolaringizniki. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, farzandlaringizning tug'ilganlik haqida guvohnomalari. Oilaning tarkibi haqida ma'lumot mahalla fuqarolar yig'inidan. Oilaning so'nggi 12 oylik daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlar, rasmiy ish joyidan ma'lumotnoma, pensiya yoki nafaqa daftarshalari. Agar tadbirkor bo'lsangiz, soliq deklaratsiyasiz. Agar daromadingiz norasmiy bo'lsa, bu haqda mahalla vakillari orqali ma'lumot berishingiz kerak. Agar siz nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, nogironlik haqidagi guvohnoma. Agar uy-joy subsidiyasiga murojaat qilayotgan bo'lsangiz, ipoteka krediti olish uchun bankdan dastlabki rozilik xati va turar joyga muhtojlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Tadbirkorlik subsidiyalari uchun biznes reja loyihasi, o'quv kurslarini tugatganlik haqidagi sertifikat agar talab etilsa. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalarini tayyorlab qo'ying. 30 ariza berish joyi va usuli. Eng afzal usul MyTalkAkuz orqali onlayn ariza berish. Portalga kiring, shaxsiy kabinet oching, agar yo'q bo'lsa va kerakli subsidiya turini tanlang. Barcha ma'lumotlarni diqqat bilan kiritib, hujjatlarni elektron shaklda ilova qiling. Agar onlayn ariza berish imkoniyatingiz bo'lmasa yoki texnik qiyinchiliklarga duch kelsangiz, istalgan davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. U yerdagi xodimlar sizga to'liq yordam beradi. Arizani to'ldirishda va hujjatlarni joylashtirishda ko'maklashadi. Ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordamlar uchun to'g'ridan-to'g'ri yagona ijtimoiy himoya reyestrining mobil ilovasi orqali yoki mahalla fuqarolar yig'ini binosida joylashgan ijtimoiy xodim orqali murojaat qilish ham mumkin. 4. Arizani kuzatish. Ariza topshirgandan so'ng sizga noyob raqam beriladi. MyBongDaXBuz portali orqali yoki davlat xizmatlari markazlarining qo'l markazi orqali arizangizning holatini kuzatib boring. Odatda arizani ko'rib chiqish ma'lum bir muddatni, masalan, 15 ish kuni oladi. Agar qo'shimcha ma'lumot talab etilsa, sizga xabar beriladi. 5. Rad etilish sabablarini tushunish va qayta murojaat qilish. Agar arizangiz rad etilsa, rad etilish sababi haqida yozma yoki elektron xabar olasiz. Sababni diqqat bilan o'rganing. Balki qandaydir hujjat yetishmagandir yoki daromadni hisoblashda xatolik bo'lgandir. Kamchiliklarni bartaraf etib, qayta ariza berish imkoniyatingiz bor. Ba'zi hollarda. Agar rad etilish sababi noto'g'ri deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga shikoyat qilish huquqingiz ham bor. Xulosa va yakuniy xabar mana aziz do'stlar. Bugun biz davlatdan minglab so'm mablag'ini olish imkoniyatlari va bahordagi muhim o'zgarishlar haqida juda batafsil gaplashdik. Ko'rib turganingizdek, davlat sizga yordam berishga tayyor. Faqat siz qaysi yordamga haqli ekanligingizni bilishingiz va kerakli qadamlarni qo'yishingiz kerak. Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Yana bir bor takrorlayman, hech qachon kech emas. Agar siz yoki oilangiz ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lsangiz, albatta harakat qiling. Bugungi kunda elektron xizmatlar tufayli bu jarayon ancha soddalashtirilgan. Shuning uchun bu imkoniyatdan foydalaning va o'z hayotingizni yaxshilash uchun qadam tashlang. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz qanday subsidiyalar haqida bilasiz yoki qaysilarini olishga harakat qilib ko'rgansiz? Tajribangizni baham ko'ring. Balki bu boshqalarga ham yordam berar. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali ma'lumotlar kutmoqda. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.